Qo'rqitib yubording axir. Nima bo'lyapti? Yadro reaktori yuklanyapti. Portlashdan avval ozmoz vaqtimiz bor. Bu yerga qanday ta'sir ko'rsatadi? Radioaktiv atmosfera yomg'ir hosillarini yo'q qiladi va terini eritib yuboradi. Bundan Demak, tashqari ishimiz hali tugamadi. Reaktorni barqarorlashtirishga harakat qil. Menga vaqt yaratib tur. Men portlashdan avval stansiyani yerdan uzoqlashtirishga urinaman. Bu bizning so'nggi imkonimiz. To'g'ri qaror qilamiz. Xudo biz bilan. Badbo'y pratika. Yadro yaqin. Seni qutqarib qolaman, Sonik! Reaktor yadrosi stabilizatorlari Men doktor Ivor Robotnikman. So'nggi jonli tomoshamni men uchun qadrli yordamchimga bag'ishlayman. U kim deysizmi? Agent Stone. Yo'q, doktor, to'xtang. Dunyoni boshqara olmas ekanman. Har holda saqlab qolarman. Menga g'amxo'rlik qilgan yagona inson uchun. Kerak emas, doktor. Unday qilmang. Stone, men uchun shunchaki yordamchi emasding. Sen meni eng yaqin do'stimsan. Avstriya echki sutidan tayyorlab beradigan lattelaringni sog'inaman, jigar. Ularni mazali tayyorlaysan. Menimcha, aytadigan yana bir oxirgi gapim bor. Juda zerikarli bo'lib ketdi. Yordaming uchun rahmat, o'rtoq.